Barchaga salom hurmatli treyderlar. Sizlarni navbatdagi videorolikimda ko'rib turgandan bag'oyatda xursandman. Ushbu YouTube kanalimizda va Telegram kanalda hech qanday ma'lumotlar yoki darsliklar berib borilmayotgan edi. Bunga albatta hech qanday sabab yo'q, shunchaki biroz tanaffus qilishni xohlagandik. Va tanaffusdan so'ng yana albatta qaytdik. Bu joyda ma'lumotlar, darsliklar, kim xohlasa strategiyalar, shunga o'xshash ma'lumotlar doimiy ravishda berib boriladi. Bugungi darslikda esa sizlar bilan zonalar bilan qanday tartibda ishlash kerak, ya'ni ma'lum bir narxning harakatlanish davomida flat holatga tushishi, zona shakllantirishi va ushbu zonadan отбойный yoki пробойный shakldagi savdo usulini ko'rib chiqishimiz mumkin. Va birinchi o'rinda albatta bu joyda zonalar qanday shakllanadi va ushbu zonalarda nima sodir bo'ladi, shular to'g'risida qisqacha ma'lumotga ega bo'lib olamiz va ana undan so'ng esa ushbu zonaga nisbatan qanday savdoni amalga oshirishni ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Demak, darsligimizni nazariy qismiga o'tib olamiz. Tasavvur qiling, narx ma'lum bir yo'nalishda yuqoriga o'sib boryapti. Ushbu holatda kimdir albatta selga kiradi, kimdir buyga kiradi, buni ahamiyati yo'q. Endi mana shu joyda zonani qanday shakllanishini tushunib olishimiz kerak. Narx bir tomonga o'sib ketyapti va mana shu o'sish davomida qaysi narxdan bo'lishini ahamiyati yo'q. Qachondir albatta narx to'xtovsiz o'sgandan keyin sekinlashadi yoki birdaniga pastga teskari holatda tushishi yo o'sishi kuzatganmiz hammamiz. Tasavvur qiling, ushbu holatda narximiz bu joydan selga harakat qildi, keyingi switchamiz. Aynan mana shu joyda bizda daraja hosil qilib oldi deyishimiz mumkin. Qaysi holatda bo'lishining ahamiyati yo'q, albatta switchani ham ushbu holatda bo'ldi. Ana undan keyin bu joyda ko'pchilik birdaniga savdoga kirishga harakat qiladi. Narx to'xtovsiz o'sgandan keyin birinchi o'rinda narxni o'zini tutishi, ya'ni qaysidir joyda to'xtalgandan keyin qaysi holatda narx o'zini ko'rsatadi, ya'ni yana o'sishda davom etadi yoki tushishda davom etishi mumkin. Ana undan keyin mana shu joyda narx qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar tasavvur qilyapmiz biz hozir. Ushbu holatda narxlarimiz harakatlanyapti va aynan mana shu joyda birinchi zonamiz shakllanadi. Demak, ushbu holatda narximiz bu joyda ham to'xtalish hosil qildi. Demak, pastda ham o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, daraja hosil qildi. Aynan mana shu joyda narx yuqoriga, pastga harakatlanib qolishi mumkin yoki shunchaki yuqoriga ham buzib o'tishi mumkin. Bizda bu joyda muhimi bilib olgan narsamiz nima? Albatta, aynan shu joyda ma'lum bir zona shakllantirib oldi. Zonadan chiqqandan so'ng savdo qilish mumkin. Savdo qilish ikkinchi darajali. Hozir zona qanday shakllanishini ko'rib chiqyapmiz. Uzoqroqqa kelgandan keyin aynan mana shu zonadan yuqoriga yana harakatlanishi mumkin yoki ushbu zonani pastga buzib o'tgandan keyin yana qaytib mana shu joyga yetib kelganda aynan mana shu zona ichida narx reaksiya ko'rsatishni boshlaydi. Pastga yoki qisman yoki butunlay umuman narx pastga harakatlanishi mumkin. Bizdagi zona shakllanish holati mana shu holatda ko'rinadi. Bu nima uchun kerak bizda? Albatta zona shakllangandan so'ng o'sha zonadan savdoga kirish ideyasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni ahamiyati yo'q, kim qaysi strategiyadan foydalanishidan qat'iy nazar mana shu zonadan savdoga buzib o'tishi yoki buza olmasdan yana qaytish mumkinligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Narxni doimiy ravishda aynan mana shu zonadan zonaga harakatlanganligini tasavvur qilyapmiz. Hozir ushbu zona shakllandi va zonaning ichida qanday harakatlanishi mumkin narx. Bu albatta aynan shunday harakatlanadi degani emas. Bu boshqacha usulda bo'lishi mumkin, minglab usulda bo'ladi, faqatgina bir usulini ko'rib chiqamiz. Shunday holat juda ham ko'p uchraydi. Narx yana ko'rishimiz mumkin, o'sishda davom etyapti, yuqori zonaga keldi. Albatta bu joyda hammamiz bilamiz, yuqoriga buzib o'tadigan bo'lsa savdo qilamiz. Tanasi bilan buzib o'tish kerak zonani. Hozirgi holatda tanasi bilan buzmagan, shunchaki yuqori zonaga keldi. Va undan keyingisi yana qizil switchiga aylandi. Narx tushishda davom etyapti. Va qachondir ushbu holatda yuqoriga yoki buni aksi ham bo'lishi mumkin, pastga keyingi switchada buzib o'tishi mumkin edi. Va aynan mana shu joydan savdo qilishga harakat qilamiz. Aynan mana shu joyda juda ko'pchilikni xatoga yo'l qo'yadigan sabablaridan biri
buzib o'tishi bilan albatta nima qiladi? Mana shu joydan savdoga kirish. Bu qaysidir ma'noda to'g'ri, qaysidir ma'noda noto'g'ri. Nega bunday deyapman? Chunki mana shu joyda savdoga kiradigan bo'lsangiz, aynan mana shu yuqoridagi soyasini shunchaki buzadi, yangilaydi, narx va ichkariga kirib olishi mumkin. Buni albatta nima deymiz? Ложный пробой deymiz. Aynan mana shu ложный пробойdan qochishda ham savdoga kirish usullari mavjud. Buni ham darslik davomida ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Yoki narx pastga, ana undan so'ng yuqoriga ham ketishi mumkin. Buni aytib o'tgandek ko'rib chiqamiz. Va bundan tashqari, ushbu joyda savdoga kirgandan so'ng stop lossni mana bu joyga qo'yishga to'g'ri keladi. Ushbu joydagi punkt juda ham kimgadir katta bo'lishi mumkin, kimgadir bu oddiy holatda bo'lishi mumkin. Aynan stop lossni aniq qayerga qo'yib olishni usullari mavjud. Switchnoy analiz bilan savdoga kirgan vaqtda. Demak, zonani qanday tartibda shakllanishini qisqacha ko'rib chiqdik va grafikda ham aynan shular qanday shakllangan va qanday savdoga kirish mumkin edi ko'rib chiqamiz. Albatta bular hammasi tarixdan ko'rsata olaman. Real holatda sizlarga ko'rsatishim uchun juda ham ko'p muddat sarflanishi mumkin. Shuning uchun bu shunchaki darslik sifatida qabul qilasizlar buni. Demak, grafikka o'tamizda va grafikda qanday shakllanishini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Demak, grafikdan bir nechta misollar keltiraman. Bu siz o'zingizga moslab, xarakteringizga moslab olgan holda savdoga kirish usullarini ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi yoki shunchaki o'zingizni strategiyangizga moslagan holda savdoni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Tasavvur qiling, mana bu joydagi umumiy narxning harakatlanishi qanday zona shakllantirgan va nimalar hosil bo'lgan, nimalar shakllangan qisqacha ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ushbu zonani belgilab oldik. Ana endi mana bu joydan ko'ramiz, narx yuqoriga shunchaki harakatlanib ketyapti. Va aynan mana shu joydan biz mana bu holatdagi shamlarni e'tiborga olishimiz kerak emas. Ya'ni mana bu joydagi doji holatdagi bular zona shakllantiryapti deya olmaymiz, chunki narxning noaniqligi ko'rinishi mumkin. Narx yuqoriga ham, pastga ham keta olmagan. Albatta buni 1 soatlikda ko'ryapmiz. Kichikroq time framelarga tushib bu narsani yanada aniqroq ko'rish mumkin bo'ladi. Ana endi bu joydan narx yuqoriga o'sgan va biroz to'xtalish qilgan va yana o'sishda davom etgan. Demak, mana bu joyda biz aytib o'tgan zonamizni shakllantirishni boshlagan. Va narx pastga harakatlangan, ana undan so'ng pastda ham zona shakllantirgan. Zonani umumiy kengligini ko'rishimiz mumkin mana shu joyda. Va albatta zonani buzib o'tgandan keyin narx yuqoriga harakatlangan. Agar pastga buzib o'tganda yoki ложный yoki narx pastga tushishga davom etgan bo'lardi. Keyingi zonamizda mana buni deb olishimiz mumkinmi? Ha, albatta mumkin. Albatta bu 1 soatlikda ko'rinyapti. Kichikroq time frame'ga o'tadigan bo'lsak, aniqroq ko'rinadi. Va yana mana bu joyda narx to'xtalgan, keyingi switcha yashilda yopilgan, umumiy zonada buzib o'tgandan so'ng keyingi soatda narx yuqoriga harakatlangan. Bu joyda shunchaki biz zonani qanday shakllanishini ko'rib chiqyapmiz. Shuni ham inobatga olasizlar. Ana undan so'ng mana bu joyda ham zona shakllantirgan va narx yuqoriga harakatlantirib to'xtalishlar hosil qilgan umumiy zonamiz, asosiy zonamiz mana bu bo'lgan. Va aynan mana shu zonani pastga buzib o'ta olmagan mana bu joydagi ko'rib turibmiz. Ushbu joylarda va yuqoriga buzib o'tgandan so'ng narxning yuqoriga o'sishini kuzatganmiz. Savdoga kirish usulini juda ham ko'p. Aynan savdoga kirish usullaridan birini ko'rsatib o'taman va sizga to'g'ri kelsa ushbu holatda savdo qilishingiz mumkin yoki savdo qilmasligingiz ham mumkin. O'zingizni strategiyangizni bo'yicha savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ushbu holatdagi zonalarni buzib o'tgani yoki zona shakllantirishini juda ko'p joyda ko'rishimiz mumkin. Mana bu joyda ham ko'rishimiz mumkin. Shunchaki zonani shakllantirgan. Doim aytib o'taman, ya'ni narx zonadan zonaga harakatlanadi. Ma'lum bir diapazonda zona shakllantiradi va zonani buzib o'tgandan keyin yuqoriga yoki pastga harakatlanishda davom etadi. Ushbu joyda ham ko'rishimiz mumkin. Narximiz ma'lum bir zona shakllantirgan, mana bu joyda ko'rishimiz mumkin va yuqoriga buzib o'tgandan so'ng yuqorida narxni o'sishini kuzatishimiz mumkin. Va aynan mana shu zonani test qilgandan so'ng yana yuqoriga harakatlangan. Va bundan tashqari oxirgi yaqin masofada ekan, uzoqroq masofadan ham
shu narsani kuzatishimiz mumkin. Mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Zona shakllantirgan va zonani buzib o'tgandan so'ng narxni yuqoriga o'sganini kuzatishimiz mumkin. Va o'sha joyning o'zida ham ma'lum bir diapazon ichida zonalarni shakllantirib oladi. Ushbu holatda ko'rishimiz mumkin, zonani buzib o'tgan, tez qilgan va yuqoriga narx harakatlangan. Bunga misollarda juda ham ko'p keltirish mumkin, shunchaki hozir 1 soatlikda ko'rib chiqamiz. 30 daqiqalikda uzog'i bilan 15 daqiqalikgacha time frame-ni pastlatib ko'rishimiz mumkin va ushbu holatda savdoga kirish mumkin bo'ladi. Ana endi zonalardan qanday tartibda savdoga kirish mumkin va savdoga kirish davomida stop loss katta bo'lib ketmasligi uchun aynan qanday usuldan foydalansak biz ложный пробойdan qutulib qolamiz. Bunga kichkinagina bir misol keltiraman va bundan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ushbu joyda qanday zonani shakllantirgan va zonani buzib o'tgandan keyin narx ложный пробой qilgan va savdoga qanday kirish mumkin bo'lar edi. Demak, narx yuqoriga ushbu joyda ko'ribmiz. Birinchi pastga narx harakatlangan va kuchli yuqoriga harakatlanish qilgan. Zona shakllantirgan, ko'rib turibmiz mana bu joyda va zona shakllantirgandan so'ng yuqoriga ham buzib o'ta olmagan. Aytaylik, mana bu ushbu holatda ushbu svichaning o'zini oladigan bo'lgan taqdirimizda ham zona shakllantirgan deb olaylik. Mana shu joyda juda ko'pchilikni stop lossini oladi. Nega? Yuqoriga buzib o'tgan savdoga kirish mumkin edi deb ushbu joydan aynan mana shu joydan savdoga kiradi. Stop lossni mana bu joyga qo'yishi mumkin yoki mana bu svichalarning pastiga qo'yishi mumkin. Hammasini stopini oladi bu joy. Bu joyda qanday savdoga kirish mumkin edi? Albatta buni ham ko'rsataman. Demak, tasavvur qiling, ushbu holatda belgilab olamiz mana bu joyda. Tasavvur qiling, ushbu tomondagi svichalar yo'q. Hali shakllanmagan bozor aynan mana shu joyga kelib to'xtadi. Yuqoriga buzib o'tdi. Yuqoriga buzib o'tgandan so'ng birinchi o'rinda nima qilish kerak? Ya'ni mana bu joyga chizaman. Mana bu holat ushbu joyga ko'chyapti. Narx shakllangan ushbu holatda buzib o'tgan svichamiz mana bu joyda turibdi. Demak, ushbu holatda svichamiz mana bu narsani bu joyda ko'ryapmiz. Yuqoriga buzib o'tdi. Shu joyning o'zidan savdoga kirish xato bo'ladi. Albatta bu narsani ishlatib ko'ring. Juda ko'p joyda sizga foyda beradi ложный пробойdan. Ana undan keyingi svichamiz mana bu narsa ochildi. Demak, bu narsani ushbu holatga qo'yamiz. Keyingi svichamiz ochildi. Qaysi holatda yopilishini oldindan bilmaymiz. Va aynan ushbu svicha, bu joyda ochilgan svicha mana bu holatda turibdi. To'g'ridan to'g'ri yuqoriga harakatlansa, ushbu joydan savdoga kirish noto'g'ri hisoblanadi. Nega? Aytib o'tganimday, mana bu yuqorisi soyasini shunchaki yangilaydi svicha va ushbu svicha shunchaki pastga tushib ketadi. Yoki aksincha hech qanday yangilamasdan shunchaki ham tushib ketishi mumkin. Demak, bunday holatda qanday savdoga kirilardi? Birinchi o'rinda pastga svicha, ushbu buzib o'tgan svichaning pastki nuqtasini soyasigacha buzib o'tmagan holatda narx yana qaytib pastga tushdi deb tasavvur qiling va yuqoriga harakatlansa, ana unda biz savdoga kirishimiz mumkin edi. Bizda esa mana bu holatda bo'lardi. Savdoga kirish holati mana bu buzib o'tgan svichaning yuqori qismidan savdoga kiriladi. Stop loss esa aynan mana shu svichaning pastiga qo'yiladi. Shunda biz ложный пробойdan qochishimiz mumkin bo'ladi. Agar tushunmagan bo'lsangiz, yana bir nechta misollar keltiraman, albatta tushunib olasiz. Demak, ushbu holatda qanday shakllandi? O'chirib tashlaymiz. Ushbu holatda shakllangan va keyingi svicha shunchaki pastga tushib ketgan. Agar pastini buzmasdan yuqoriga harakatlanganda savdoga kirgan bo'lar edik. Keyingi svichani, demak, buzib o'tgandan keyin qanday o'zini holatida tutayotganligini kuzatishimiz kerak va pastga soya qoldirib yuqoriga buzib o'tadigan bo'lsa, demak, narx katta ehtimol bilan yuqoriga harakatlanaman degan. Ya'ni svichalar o'zi qanday shakllanayotganiga qarab, narx qanday yuqoriga o'syapti yoki tushyapti deb tasavvurga ega bo'lamiz. Ya'ni ehtimolli darajasi oshadi bu joyda. Bu holatda yuqori mana bu svichaning yuqori qismini buzib o'tmadi va shunchaki pastga tushib ketdi. Va bu joydan stop lossni olgan bo'lar edi. Ana endi keyingi holatni ushbu joydan kuzatishimiz mumkin. Ularni o'chirib turamiz. Keyingi svicha shakllandi, zonamiz pastga ko'chdi, zonani yuqoriroq bo'ldi. Bu ham zona o'zgaradi. Nega? Ushbu zonani diapazoni kattalashdi. Ya'ni punkti ko'proq bo'ldi. Keyingi svicha buzib o'tdi va buzib o'tgandan keyin
tasavvur qilyapmiz, hozir bu tomonda svichalarimiz hech narsa yo'q. Narx mana shu joyda turibdi. Tasavvur qiling. Demak, buzib o'tdi. Yana bir bor takrorlayman, aynan buzib o'tishi bilan savdoga kirish xato hisoblanadi. Ushbu holatda shunchaki ko'rishimiz mumkin, narx pastga harakatlanib ketdi. Ikkinchidan, narx zonadan juda ham uzoqda. Mana bu joyda ko'rishimiz soyasi ancha, hatto zonani o'zi kengligiga, zonaning diapazoni darajasida narx harakatlanib qo'ygan. Ushbu holatda savdoga kirish noto'g'ri hisoblanadi. Bu albatta meni shaxsiy fikrim, kimdir ushbu holatdan ham foydalanish mumkin. Demak, mana bu joyda bizga zonani aytib o'tganimizdek, birinchi o'rinda pastga soya qoldirib, ana undan keyin yuqoriga harakatlansa, mana bu joydan savdoga kirishimiz mumkin bo'lardi, agar soyasi kichikroq bo'lganda. Demak, ushbu holatda ham savdoga kirmardik va lojniy proboydan biz omon qolgan bo'lardik, ya'ni yoki stop lossimizdan saqlab qolgan bo'lardik. Zarar qilmagan bo'lar edik. Demak, keyingi svichani ko'ramiz. Tasavvur qilgan, aytib o'tgandek, bu tomonda hali hech qanday narximiz yo'q. Mana bu holatda. Keyingi svichamiz yana ushbu holatda harakatlanib qoldi va ko'ryapmiz, pastga buzib o'tdi. Pastki zonamiz. Zonamiz birinchi o'rinda yana ham kengayadi va ushbu zonani buzib o'tgandan keyin savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, buzib o'tdi, pastida soyasi ham mavjud, qo'shimcha ma'lumotlari bor, albatta bu joyda uni ham tushuntirib o'tib ketaman. Demak, keyingi svichamiz gap bilan biroz yuqoriroqda ochildi va umumiy yana bir bor mana shu joyda, demak, tasdig'ini ko'ryapmiz, ushbu zonani buzib o'tdi. Demak, mana shu joydan biz savdoga kirishimiz mumkin bo'lardi. Ya'ni ushbu svichamiz shakllandi. Ushbu svichamizni mana bu joyga yuqoriga ko'rsatishga harakat qilaman. Demak, ushbu holatda buzib o'tgan mana bu ko'rib turgan svichamizni bu yoqqa ko'chirdik. Keyingi svichamiz birinchi o'rinda ochilgan bu joydan va yuqoriga harakatlangan, ana undan so'ng pastga harakatlanishni boshlagan va mana bu holatda shakllangan. Biz ko'rib turibmiz buni, yuqorisida soyasi bor, chunki yuqoriga birinchi harakatlangan. Aynan biz savdoga kirish nuqtamiz esa mana bu joyda bo'ladi. Stop lossimiz ushbu joyda, stop lossimiz ham juda ham kichkina va narxni pastga harakatlanishini kuzatishimiz mumkin. Savdodan chiqib ketish har kimda o'zini ixtiyorida, keyingi darajagacha ushlash mumkin bo'ladi yoki narxni uzoqroq muddatga yoki qisqa muddatda savdodan chiqib ketish siz foydalanayotgan strategiya asosida ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ushbu holatda ko'rdik va narx pastga harakatlanib keyingi darajagacha yetib keldi. Ya'ni zonalardan qisqa tushuncha beryapman. Svichalarning o'zini harakatlanishiga qarab turib savdoni amalga oshirish mumkin. Demak, ushbu holatda siz tushundingiz yoki tushunmadingiz, buni o'z fikringizni kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Tushundingiz yo yana ham soddaroq qilib tushuntirishimni xohlasangiz yoki yana ham chuqurroq qilib tushuntirishimni xohlasangiz, albatta kommentariyada qoldirsangiz, buni yana bir ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Agar tushungan bo'lsangiz, o'zingizni qo'shimcha fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Albatta bu aytib o'tganimdek 1 soatlik time frame'da ko'rib chiqyapmiz. Demak, aynan mana shu joyda biz bir nechta lojniy proboylardan qochib, aynan ishlayotgan va narxni yana davom etishi mumkin bo'lgan holatda savdoga kira olardik. Ushbu joylarda lojniy proboydan qochardik, stop lossimizni olmasdan va aynan biz kirgan joydan narx biz yo'nalishimizga harakatlanib berdi. Bunga shaxsan o'zingiz grafikni ochib, bir nechta joylarni tekshirib chiqsangiz, bunga o'zingiz ham guvohi bo'lasiz. Aynan shu holatda ishlagan. Ushbu holatda zonalardan foydalanib, svichalarga asoslangan holda savdo qilishning juda ham ko'p usullari mavjud. Ya'ni tasavvur qiling, mana bu doira ichidagi svichalar asosida savdo qilishdan bittagina kichkinagina qismini ko'rsatib o'tdim sizga. Buni turli xil usullari ko'p. Albatta, asta-asta sekin birma-bir qanday savdoni amalga oshirish mumkin, nimalarga e'tibor berish kerak, qaysi sessiyalarda ishlash mumkin va qaysi svichalar asosida ishlash kerak, qaysi svichalar bilan ishlamaslik kerak. Bular juda ham ko'p, chunki ma'lum bir kichkinagina bir qismini o'rgatdim dedim. Kichkinagina bitta savdoga kirish usuli. Va bizni kuzatib borsangiz, albatta asta-asta sekinlik bilan birma-bir video darsliklarni qo'yib borishga harakat qilaman. Albatta sizlardan qo'llab-quvvatlasangiz, bu videolar tezroq va ko'proq chiqishga
sabab bo'ladi. Sizlardan qo'llab-quvvatlash, bizdan esa darslik sizlarga tayyorlab berish. O'ylaymanki, bugungi video ham sizlarga foydali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'-omon bo'linglar. Ushbu video ostida like va kommentar qoldirishni unutmaysizlar degan umiddaman. Barchaga omad, xayr.